Prezidentimiz hamisha butun takliflari ko'rib chiqib, bugungi berilgan hamma imtiyozlardan men boshim osmonga yetdi. Prezidentimizga katta rahmat, hammasi yoqdi menga. Buxoroda mehmonxonalar bilan shug'ullanaman. Bir nechta mehmonxonam bor. Mana yaqinda Poykent Buxoro Old City mehmonxonasini ochdim. 4 yulduzli, 125 o'rinli. Mana imtiyozli subsidiyalar berilyapti. Mana oldingi mehmonxonalarimga subsidiya olganman. 6 million dollar kredit oldim. Mana shu 5 yulduzli mehmonxonani jihozlash uchun. Juda yaxshi. Hech to'siqsiz, o'zlari qo'llab-quvvatlab shu katta bankirlar bilan oldin gaplashib bo'lmasdi. Mana oxirgi 10 yildagi tasavvurim, men endi eskidan tadbirkor bo'lganman, men bilaman bu qanaqaligini. Tadbirkorlar o'ziga ishxonamizga kelib, bankirlar bo'ladi, yordamchilar, o'sha mutaxassislar kelib, hamma hujjatlarimni 90% dan o'zlari qilib berishdi, faqat aytib turdi, biz uni bajarib turdik.